Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sanamiz 15-may. Xudo xolasa pomidorlarimizni sizlarga tanishtirib o'tishlik niyat qildik. Pomidorlarimiz shiddat bilan qizarib boryapti. Bu esa bizni juda ham xursand qilyapti, lekin bozordagi narx-navo bizni ozgina xafa qilyapti. Chunki bunaqa payt bu darajada tushib ketishligi yaxshi emas va bu esa bizga ancha yoqmayapti, chunki bozorda narx-navo juda ham pasayib ketdi. Bunaqa payt o'zi aslida buni tushmash kerak edi, lekin ming afsuski pomidorlarimizni narxi tushib ketdi. Endi nima ham deyardik? Oxir marta kecha 14-may kuni sotdik. 12 mingdan sotdik. Bir 300 kilocha olib chiqdik. Bugun ham xudo xolasa bir 300 kilocha chiqish arafasida bo'lib turibdi, chunki pomidorlarimiz juda ham qizarganlari ko'p. Pastdan tergan mevalarimizni terganimizdan so'ng tepalari ham ancha mevalari katta bo'lib boryapti. Bu esa bizni yanada xursand qilyapti. Bilgi dehqonchilarimiz yomon emas, yaxshi, lekin mevalari nisbatan ancha mayda bo'lib qoldi. Endi bunga sabab vohli ekanligimizmi, nima sabab bo'ldi bilmadim, lekin pomidorlarimizning mevalari ancha mayda bo'lib qoldi. Shu sababli boricha teryapmiz endi, xudoga shukr qilib. Pomidorlarimiz mana rosa qizargan. Mana qizarganlarini qarang, qon qizil bo'lib, juda ham go'zal holatga kelib boryapti. Mana bunday kattalari ham bor, lekin ba'zi nisbatan pomidorlarimiz ancha mayda va shakli juda ham zo'r emas. Mana bunaqalari ham bor, mana. Endi bunga nima yetishmagan bilmayman, lekin bunga ham hammasiga bir xil ozuqa bergan. Mana bu chekkadagi pomidorimiz haqiqiy pachka urug'ga o'xshaydi. Mevalari ham zo'r, katta. Tanasi ham baquvvat, baklari ham yaxshi baquvvat katta bo'lgan. Lekin hammasiga bir xil ozuqa tushgan. Chekka pomidor qatorimiz esa sovuqqami nima ta'sir bo'ldi? Nisbatan ancha mayda bo'lib qoldi. Har yili juda ham irik bo'ladigan tarafimiz bu yil mayda bo'lib qoldi. Dehqonchiligimiz bu yil juda bir o'ylaganimizdek darajada emas, lekin xudo xolasa baklari yashnab juda ham chiroyli bo'yotibdi. Endi boriga shukr qilib olyapmiz. Bozordagi narx-navo vashid dabdala. Lekin biz ishlashda davom etyapmiz. Bundan keyin bodring ekishimiz kerak. Shu sababli bularni tezlatishimiz kerak. Tezlatib bozorga olib chiqib bodring tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Xudo xolasa bundan keyin bodring ekamiz. Nima ham deymiz? Tagidan faqat sulfatli, kaliy sulfat, mana fosfat kaliy berib, tomchilashlarning yordamida berib turibman. Bargidan har doimgidek sehrli damlama. Tinmay sepyapmiz, qizartirishga ancha yordam beryapti. Hozir yana bir sidra terib olaman-da, terganimdan so'ng yana sehrli damla sepib qo'yaman. Chunki o'zi qizillari juda ham qizil bo'yotibdi. Shu sababli shart emas. Endi xudo xolasa hayit arabasi narx-navolar ko'tarilishi mumkin deyapti bozorchi akalarimiz. Endi buni bozor hayitgacha ushlab tura olmaymiz, chunki ussak tepaga kuchini beradi, tepalarni tezlab yetiltirsa, tezroq bozorga olib chiqish kerak va sotish kerak. Shu sababli biz tezda uzib sotyapmiz. Mana shunday ko'rinishda. Qizillari juda ham ko'p. Menimcha bugun ham bir 300 kilocha ussam kerak. Mana raza qizaryapti. Do'stlar, biz sonamizda boricha shu. Faqat bozorga olib chiqib sotyapmiz. Bir mondutli bir ish qilganimiz yo'q. Chunki qishi bilan bo'ldik, rasxodlarni ham, mehnatni ham. Endi sotishga narx-navolar past.
Bu yil bodring zo'r pul bo'ldi. O'tgan yili bodring pul bo'lmagandi. Bir yil mende, bir yil mende ekan dedim, nima ham qilamiz endi. Mana shunday ko'rinishda, rasa chiroyli bo'lib qizargan, manzarasi juda ham go'zal holatda. Do'stlar, bizning kanalimizga agar videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ysalar, videolarimiz sizlarga birinchidan boradi. Agar bizga layklarni bosib qo'ysalaring, ko'proq dehqonlar ko'radi. Do'stlar, biz bor qilgan ishlarimiz hozircha shulardan iborat. Bozorda videoga olaman deyapman, esdan chiqib qolyapti. Xudo xolasa, bu safar chiqsam, xudo xolasa narx-navolar bir tanishtirib o'tishlik niyatim bor, do'stlar. Do'stlar, bizning kanalimizni kuzatib boringlar, xudo xolasa. Boraverikchi, borgan joyimizgacha nima bo'lar ekan. Lekin pomidorlar juda ham go'zal. 300 kilocha chiqadi, xudo xolasa.